Laktoztaz va mastitda nimalarni qilish mumkin emas? Eng asosiysi, kasal ko'krak bilan emizishni cheklash yoki to'xtatish mumkin emas. Sut yoli yaxshi bo'shatilishi kerak. Ikkinchidan, eringizdan yordam so'ramang. Uning og'zi steril emas va bu infeksion mastitga olib kelishi mumkin. Uchinchidan, tugunlarni ezish, qo'pol massaj qilish mumkin emas, garchi onalar buni juda yoqtirishi ham. To'rtinchidan, har qanday issiqlikni, ya'ni yiqilib qolgan joyga qo'llash mumkin emas. Bu issiq dush yoki kompress bo'lishi mumkin. Garchi internetda buning aksi bo'yicha juda ko'p tavsiyalar bo'lsa ham. Issiqlik qo'llash mumkin, lekin faqat dastlabki 2 soatda va faqat harorat bo'lmasa. Har qanday holatda ham darhol laktatsiya bo'yicha maslahatchiga murojaat qilganingiz ma'qul. Sizga to'g'ri maslahatlar beriladi va sut yo'llarini ochishga yordam beradi. Agar zarur bo'lsa, maslahatchi sizni mammologga yo'naltiradi. Mammolog sizga sut yo'llarini ochishda yordam beradi, ut qiladi, zarurat bo'lsa dori-darmon yozib beradi va punksiya ham o'tkazadi. Eslab qoling, laktoztaz emizishning istalgan bosqichida va hatto birinchi farzandingizda emas, keyingi bolalarda ham yuzaga kelishi mumkin.